Sifat agro obunachilar, assalomu alaykum. Mana bugun yana Qo'shroboddamiz. Javob video olishga keldik. Dehqon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi ko'zlaring. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Komil ismi. Komil aka, biz bu yerga bir 5 kun oldin dori sepib ketgan edik. Erali akalar aloqaga chiqdi. Kelib dori sepib, o'zlari polностью oldimizda ishlatib, eritib ketdik. Bu yerga asosan sho'r tushgan edi. Endi nimaga kelyapsizlar degan savolingizdan oldin javob beryapman-da. Birovni poylasiga kelyapsan deyishingiz mumkin-da. Oydim tushgan edi, dori ishlatib ketgan edik. Shunga javob video olishimiz kerak edi. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yib boramizda. Shunga bir poylani ko'rsatib ketsak, dori ta'sir qilganmi, yo'qmi, xalqqa bor narsani o'zini ko'rsatib bersak degandik. Maylimi? Bemalol. Keng bo'lsam birga kiraylik. Operatsiyadan so'rab qolamiz, bitta arzorchani olishini. Imенно mana shu pola, begona polaga yo boshqa polaga borgan joyimiz yo'q. Imенно haqiqiy shu polani o'ziga kelyapmiz. Mana bu yerda ochaylikchi operator. Mana bu yer yaxshi ko'ringan ekan. Mana. O'zlaringiz e'tibor berdilaringizmi? Komil aka kirib ko'rdilaringizmi? Dori ta'sir qilganmi, yo'qmi? Holati qanday edi bundan dori sepilishidan oldingi holati, dori sepilgandan keyingi holati? Hosilda holati yomon bo'lib kelayotgandi, doridan keyin o'zgarish juda yaxshi. Ob-havo nimasiga qarab, namgarchilik kuchli, shunga qarab juda uzumlar zo'r, yaxshi o'zgaryapti-da. Dori sepgandan keyin qisqasi o'zgarish yaxshi bo'ldi, to'g'rimi? Doridan keyin o'zgarish yaxshi. Uzumni uzdim, rozi bo'lasiz. Video ko'rsatish uchun. Mana. Keyin dehqon aka, mana bu yerga kakras bitta ushlab turasiz, iltimos. Voy hozir ko'ryapman, chigirtka juda ham bosib ketgan. Sizga birdan tavsiya qilib ketamiz. Dehqon akalarga, sizlarga foydali bo'lish uchun. Sizlarga Fipramid Ultra preparatini tavsiya qilamiz. 1 gektarga o'rtacha 100 gramdan 250 gramgacha ishlatiladi. Chigirtkaga asosan ishlaydi. Suruvchi va kemiruvchi hasharotlarga qarshi. 300 litr suv bilan ishlatish kerak. Shuni ishlatsangiz, tokzorlaringizdagi mana chigirtkalar, mayda shunday hasharotlardan hammasidan qutulasiz. Ko'p qimmatga bo'lmaydi. Bu sizga qanday maslahat hisobida aytib ketyapman. Mana bu yerda uzum bor ekan. Mana. Chigirtka juda ham bosib ketibdi-da bu yerda. Keyingi qatorlarni ham ko'rsataylik. Hozir bitta qatorni ko'rsatib qo'ysak, bironta dehqon chiqib bitta shu joyda sepgan bo'lsang, bitta shu joyga ta'sir qilgan bo'lsa deyishi mumkin. Shuning uchun Komil aka keyingi qatorlarni ham bitta ijtimoiy tarmoqqa qo'yish uchun keyingi qatorlardan ham video olib ketamiz, maylimi? Siz o'zi Komil aka, Erali aka kim bo'lasiz? Akasi bo'lasizmi, sherigi bo'lasizmi? Qo'shni sherik. Biz qo'shni turamiz, bizlarda ham ko'p qilmasida joylarimiz bor. Tushunarli, sherik ekansizlar-da, qisqaroq qilib aytgan, to'g'rimi? Birinchi video olgan vaqtimiz asosan mana shu qator juda ham kasallangan qator edi-da. Bitta mana shu yerda ham ko'rsataylik-da, yarmi mana shu joy ko'rinsa yaxshiroq bo'ladi. Operator mana bu yerda uzum ko'rinib turibdi ekan. Bu uzumni olsak, endi uzayvermaylik hammasini. Mana. Top-toza bo'lgan. Komil aka, bu yerga bizlar Talenda Ultra preparatidan 10 litr suvga 4 gramdan 10 litr suvga 10 gramdan Algin Ultra preparatini septirib ketdik Erali aka bilan birgalikda. O'zingiz masalan boshqa polalarga taqqoslab ko'rsangiz yoki o'zingizda boshqa polangizni taqqoslab ko'rsangiz, ta'sir doirasi qanday dorini? Ta'sir doirasi mana shu yerda nimalari hozir o'zgarish juda yonboshdagi qo'shnilarimiz shuni qiziqyapti va foydalanmoqchi bo'lyapti. Bu ta'sirni ko'rib, Ta'sirni ko'rib, kelib hosil qarab ko'ryapti-da. Bundan ishlab ko'rish kerak, ishlatish kerak. Kasallikni yo'q qilish juda foydasi yaxshi ekan deb meni qo'shnilar ham kelib 2-3 kundan beri aylanishib ko'rishdi. Biz kelganimizda o'zi bir yerga bir 7-8 ta odam yig'ilib qolib, qiziqib, nima qanday dori ishlatib qiziqish bildirganda, значит, bu dori ta'sir doirasini ko'rib, qolgan fermer, qolgan dehqon akalar ham qiziqish bildiryapti. To'g'rimi bu doriga? Bildiryapti. Qo'shni yonboshdagi nimalar ham kelib ko'rishib ketyapti. Qo'lingizdagi o'zimizni uzizdik boya holatlari yaxshi mana operator. Bu shu doridan keyin o'zgarishi hosilda. Dehqon akalar, sifat agro obunachilari, sizlarga ham shu preparat qiziq bo'lsa, Talenda Ultra, Algin Ultra preparatlari va boshqa preparatlari qiziq bo'lsa, sifat agroni do'konlarimizda kutib qolamiz. Cheklanmagan miqdorda bor.
Kesalaringiz narxlarini kelishtirgan holda ulgurji narxlarda qilib beramiz. Agro tadbirkorlarni ham hamkorlikka chaqirib qolamiz. Do'konlarimizga tashrif buyursalaringiz, ulgurji narxlarda sizlarga ham o'zimizning preparatlarimizni tavsiya qilamiz.